Salam, hörmətli Şərq Türkistanlıq qarindoshlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqrammasını görüşіңizlərni qızğın qarşı alamiz. Ən aldı bilan xəbərlərimizin qısqacha məzmununu tanıştırıb ötürüz. Şərq Türkistan sürgündə hökuməti obzorçularning vatanimizning nomini Şinjan deb atash siyosiy pozitsiya tashkil qilmaydi degan bayonotiga raddiya berdi. Atalmış Şinjan Uyghur Avtonom rayonining davlat məxfiyetliklarini qo'g'dash nizomi 2026 yili 1 martdan boshlab yo'lga qo'yildi. Xitoy mustamlikachilari G'uljidagi tarixiy Baytulloh masjidini chiqishni planlamoqda ekan. Tunda tafsiliy mazmunni diqqatga sunamiz. Ba'zi chet ellik obzorchilar vatanimiz haqidagi bayonotlarda vatanimizning nomini Şinjan deb atagan va bu xil atashni Sharq Turkiston shundoqla u duch kelgan krizisga eng to'g'ri vakillik qildiganligi, buning siyosiy pozitsiya tashkil qilmaydiganligini ilgari surgan. Sharq Turkiston sürgündə hökuməti bu qarashni keskin turda rad qildi. Hökumətning 7 mart kuni mustamlika nom Şinjanni rad qilish, Sharq Turkiston haqidagi betaraf bo'lish saxta bayonlari degan temada axborot e'lon qilib, dunyo jamoatchiligi bilan o'rtoqlashdi. Bayonotda mundaq deyildi: Sharq Turkiston sürgündə hökuməti ba'zi chet ellik obzorchilarning Xitoyning mustamlikasini tushundiradigan Şinjan degan nomning vatanimiz va u ichida qolgan krizisga eng to'g'ri vakillik qiladi deb, bu xil atalg'ularning qo'llanilishi siyosiy pozitsiya tashkil qilmaydiganligiga aloqador oxirgi qarashlarini keskin bir til bilan rad qiladi va ayblaydi. Bu tür qarashlar ochiq-oshkora xato. Xitoy davlati ilgari surgan siyosiy bayonotlarni aks ettirdi. Xitoyning mustamlika atalg'usi Şinjan ham vatanimizning to'g'ri nomini bildirmaydigan, ham vatanimiz uchirgan krizisni to'g'ri bir shaklda tushundirmagan bir atalg'u. U ishg'olchi kuch tarafidan yo'lga qo'yilgan mustamlika mazgiliga oid siyosiy bir ism. Sharq Turkiston bo'lsa davlatimizning tarixiy va milliy nomi. Bu krizis bo'lsa Xitoy harbiy ishg'oliyati, davomlashayotgan ishg'oliyat, mustamlika bo'ysundirishining bevosita natijasi. Sharq Turkiston bo'lsa bizning davlatimizning tarixiy, jug'rofiyaviy va milliy ismi. Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq va boshqa turkiy xalqlarning ona makoni. Bu ism Xitoy qo'yib qo'ygan mustamlika ma'nosini bildiradigan ismdan xeyli burunla maydonga kelgan bo'lib, tarixda Sharq Turkistonning sharq tarafi va keng turk dunyosini aks ettirdi. Va ikki qatim, ya'ni 1933 yilidan 1934 yilgacha 1944 yilidan 1949 yilgacha davomlashgan 1949 yili Xitoy Xalq Cumhuriyatining harbiy ishg'oliyati ostiga yangi kirgan tuproqlarni bekitish uchun yo'lga qo'yilgan. Shunga u betaraf jug'rofiyalik tushuntirish emas, balki ishg'ol va mustamlikachilik hukmronligiga asoslangan siyosiy belgi. Bu mustamlika atalg'ini rad qilishning ikki yuzlamachilik bo'lganligi haqidagi yomon g'arazlik bayonotlar haqiqatga zid. Ishg'oliyat ostidagi bir xalqning vatanining tarixiy va milliy nomida ching turishi, shundaqla Xitoy ishg'olchi kuchlari bergan ishg'ol nomini rad qilishi ikki yuzlamachilik emas. Haqiqiy ikki yuzlamachilik bu xil mustamlikachi atalg'ini takrorlash, siyosiy natijalarga qarshi xato holda betaraf turib olishdir. Ism qo'yish masalasimi ahamiyatsiz emas. Ishg'ol va mustamlikachilik sharoitida til siyosiy tushunchani shakllantirdi. Sharq Turkistonda yurgizilayotgan irqiy qirg'inchilik siyosatlari qalaymaqon tutqun qilish, majburiy emgak selish orqali qul qilish, majburiy tug'mas qilib etish va bolasini aldirib etish, turk va musulmon kimligi, shundaqla kultural meroslarini yo'qotish qatorliq siyosatlar Sharq Turkiston millatini parchalashga qaratilgan. Mustamlika nom Şinjanni normallashtirish Xitoy davlatining ishg'ol va irqiy qirg'inchilikqa ergishib kelgan texmo keng ko'lamdagi yo'qotish strategiyasiga yordam beradi. Xalqaro qonun va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy yig'ini 1960 yildagi 1514 nomerli qarorida jazmlashtirilgan mustamlikachilikdan qutulish prinsiplariga asosan Sharq Turkiston xalqi mustaqillik huquqi hamda egilik huquqini asliga keltirishdagi tavranmas haq huquqiga ega. Sharq Turkiston sürgündə hökuməti hökumətlərini, xalqaro qurilishlarni, ziyolilarni, jurnalistlarni, inson haqlari tashkilotlarini mustamlika nom Şinjanni ishlatishning o'rniga tarixiy va milliy nom Sharq Turkistonni yangidan izchil ishlatishda ching turishga chaqirdi. Ishg'olchi davlat tarafidan qo'llanilgan hech qanday mustamlikachilik atalg'usi bir millatning kimligini o'chirolmaydi. Sharq Turkiston mustamlikachilikdan burunmi mavjud edi. Chet el ishg'oliyatiga qaramay ilmi mavjud. Mustaqilligi asliga kelgandan keyin erkin va egilik huquqliq davlat sifatida mavjud bo'lib turdi deyildi.
Тәңіртау xabar торының 1 mart günüdeki xabarga qaraganda, atalmış Şinjan Uyghur Avtonom rayonunun dövlət məxfiyyətliklərini qoğdaş nizamı 2026 yılı 1 martdan başlap yolğa qoyulğan. Şərqi Türkistan sürgündə hökumətinin Cumhur Rəisi Doktor Məmtun Əli Əpəndi Xitay yolğa qoyğan bu siyasətinin Şərqi Türkistan içi və sirtidəki Uyğurlarga qandaq təsir göstərdiganlığını, qorxunçluq aqibətini ictimai axbarat sübhisi X-də dünya cəmiyyəti bilan ortaqlaşıb mundaq dedi. Atalmış Şinjan Uyghur Avtonom rayonunun dövlət məxfiyyətliklərini qoğdaş nizamı 2026 yılı 1 martdan başlap yolğa qoyuldu. Bu Xitay işğaliyyəti astidagi Şərqi Türkistan üçün niməni düşəndirdi? Birinchidan, bu Xitoyning 2024 yili ko'zdan kechirgan davlat maxfiyatligini qo'g'dash qonunini Sharq Turkistonga kengaytirdi. Bu qonun rasmiy holda Xitoyning davlat bexatarligini qo'g'dash, ijtimoiy muqimlikni saqlash, uzun muddatlik tinchlikni kafolatlantirish va partiya rahbarligi shundoqla umumiy davlat bexatarlik huquqini qo'llashni maqsad qiladi. Qandaqla bo'lmasin, u ishg'ol ostidagi Sharq Turkistonda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi, jazo lagerlari, majburiy emgakka selish, kultural bostirish, organlarini sug'urib olish, Uyg'ur yoshlari va bolalarini nishon qilgan turkumlab ijtimoiy qurilma o'zgartirish, ya'ni assimilyatsiya qilish qatorliq Xitoyning jinoyatlari to'g'risidagi uchurlarni o'rtoqlashning jinoyat deb qaralishini alohida ta'kidlaydi. Bundaq oshkorlashlar davlat manfaati yoki bexatarligiga xavf yetkazadigan uchur oshkorlash deb qaraladi va qattiq jazolarni qonunli qiladi. Bu qonun josuslikqa qarshi turish qonuni va milliy istixborot qonuni qatorliq qonunlar bilan birlikda Uyg'urlarni Sharq Turkiston yoki diasporada boshqalar haqida uchur berishga majburlash, o'zini tekshirish yoki istixborot xizmatlariga yordam qilishga besim qilish, uchur kontrolligini kuchaytirish, oshkorlanish va tashqi tekshirishning oldini olish, shundoqla irqiy qirg'inchilik va assimilyatsiya siyosatlarini javobgarlikdan saqlash, maxfiyatlikka daxl taruz qilish bilan ayblash, oilasiga zarba berish yoki boshqa jazolar bilan tahdid selish. Xitoyning maxfiy va qorong'ulikda Uyg'urlarni yo'qotish uchun ko'rsatgan tirishchanligining texmo echinishlik ehtimolligini namoyon qiladi. U xalqaro bostirish bilan munosabatli Uyg'ur diaspora jamiyatlarini parokanda qilish va sukut qildirish uchun davomlashayotgan tirishchanliklarga mos keladi. Qisqasi, u Xitoyning Uyg'urlarning ovozini besiqtirish, kimligini yo'qotish, Xitoyning Sharq Turkistonda va chet ellardagi jinoyatlarining isbotini yo'qotishni kuchaytirishni amalga oshirdi dedi. İctimai axborotda tarqalayotgan xabarlarda ma'lum bo'lishicha, tajovuzchi Xitoy G'uljidagi 2,5 asrdan ortiq tarixga ega Baytulloh masjidini chiqib, bu masjidni Xitoy uslubidagi binoga o'zgartirishni planlagan va aholilarni chiqish va o'zgartirishga qo'shiladigan hujjatlarga imzo qo'yishga majburlagan. Baytulloh masjidi 1773 yili saylangan, 1865 yili bir qatim kengaytirilgan va 1981 yili remont qilingan. Qashqardagi Heytgoh masjidiga o'xshash umu vaqtliq Xitoyning vayron bo'lishidan saqlanib, sayohatchilarni aldaydigan sayohat nuqtasi sifatida saqlangan. Necha yillardan buyon u rayonning sayohat nuqtalarining biri bo'lib kelgan, ammo Xitoyning diniy va tarixiy ismlarini majburiy o'zgartirish sistemli harakatining natijasida bu masjidning nomi 10 necha yil ilgari Janubiy ozodlik yo'li masjidiga o'zgartirilgan ekan. Xitoy hozirgacha Sharq Turkiston miqyosidagi 16 mingdan ortiq masjid va kultur o'rinlarini chiqib buzg'unchilikka uchratgan. Sharq Turkiston sürgündü hökumətinin Cumhur Rəisi Doktor Məmtun Əli Əpəndi 8 mart günü bununla ictimai axbarat sübhisi X-də inkaz qaytırıb, Xitay müstəmləkə dairələri G'uljidagi tarixiy Baytulloh masjidini chiqishni planlamoqda. Bu O'rta Sharq urush patqiqiga patqanda Xitoyning o'zini islomning homiysi qilib ko'rsatayotgan bir paytda Sharq Turkistondagi islom madaniyati va meroslarini yo'qotishga uringan yana bir qatimliq vahshiyona qadamdir. Bu haqiqatan cho'ng bir satira. Dunyoning diqqati O'rta Sharqqa markazlashgan bir paytda Xitoy Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining bir qismi sifatida Uyg'ur kimligi, kulturi va e'tiqodini yo'qotish uchun bu jinoyatni jimjit ijro qilmoqda. Bu irqiy qirg'inchilik Uyg'urlarning mavjudligi ustidagi barliq cho'nqurlik, kuchlilik va ta'sirini yoshirish, ojizlashtirish uchun yillardan beri xotirjam, asta, puxta qadamlar bilan amaliylashtirilayotgan, oldin planlangan yerginishlik bir psixik harakat. Bundan maqsad kuzatuvchilar, hatto ziyonkashlikka uchirg'uvchilarda parcha-parcha bo'lgan bir ommaviy aslini paydo qilish orqali ularning jinoyatning to'liq va izchil manzarasini ko'rishiga to'sqinlik qilishdir. Aslining bundoq parchalanishi unutilishni asta, azobliq, sovuqqonlik va hisobliq bir shaklda tezlatadi.
Bu rəhimsiz usul bizga Çin sulolasining ishg'oliyatiga qarshi chiqqan mashhur Uyg'ur to'polon harakati rahbari Jahongir Xo'jani qandoq qatl qilganligini eslatadi. 1828 yili 25 iyun so'roq tugagan hamon u Lingje, ya'ni pichoq bilan ming yeridan kesish yoki tilim qilib kesib o'ldirish jazosi bilan qatl qilingan. Bu taki o'lgicha badanining har qaysi parchalarini pichoq bilan bir-birlab kesib tashlash, o'lish vaqtini uzartib, jinini qiynab, azoblashni maqsad qiladigan usul edi. Barliq Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi Uyg'urlar uchun dal mushundaq inson qalbidan chiqqan bir qatliamdir dedi. Ramzan iroda isyoni va hurlik safari. Qulluqdan hurlikka otlanish insonlik javhirining tipik belgilaridan biri. Afsuski, bu javharni tunumay yashayotganlarning soni tunib yashayotganlarning sonidan xeyli ko'p bo'lib keldi. Nafs xohishini tizginga ilishga mukallaf insondan nafs xohishlarining asiriga aylanishini chiqish yo'li qilib ketayotgan bir tuva odamsizlarga aylanib ketish xavfi xelidan beri ishkimizni qiqib kelyapti. Ruhiyat chanqoq, zihniyat qurg'oq, ma'naviyat qaqshal, go'yo mexanikalashgan ma'rifatning kishanlariga bog'lanib, nafsimizning zulmatxonasiga qamalib o'tayotgandek, ichki qulluqdan bo'shinishni tashqi qulluqning shafoatidan kutayotgandek, hayhat. Muborak Ramazon oyi yetib keldi. Darvaqa bu oy hurlikni xato yo'ldan izlayotgan ichki qulluqni sagitish oyidir. Bu oy ana shu ichki qulluqqa qarshi ko'tarilgan isyonning insonni Rabboniy hidoyat nuri orqali mexanikligidan nuroniy hurlikka elib chiqadigan muqaddas bir safarning oyidir. Bu oy haqiqiy nusratning yaralmish olamning moddiy to'qliqiga teginishdan emas, balki yaratquchi Tangri bilan bo'lgan ma'naviy bog'ni changitishdan manbalanganligini eslatguchi oydir. Cihatning tunji o'tkili bo'lgan nafsni tarbiyalash oyidir. Bu oy qandaqdir ochliq mavsumi emas, balki yoshirinib yotgan eng cho'ng yovg'a, ya'ni nafsga qarshi elib beriladigan qarshilik harakatini boshlash, jang e'lon qilish oyidir. Tashqi dushman ustidan g'alaba qilish uchun oldi bilan ichki dunyodagi botil saltanatni gumron qilishning ruh qo'shinlarini taqvodorlik bilan mashqlantirishning fursatidir. Bu oy irodani po'latdek tovlaydigan, aqlni ilohiy nizom bilan sozlaydigan va iymonni sadoqat bilan poklaydigan favqulodda mavsumdir. Ramazon mana bularni idrok qilish uchun qurilgan, jumladan dunyodagi har qanday zulm va zolim oldida qaddini tik tuta oladigan ruhni barpo qilish uchun selingan ba'ayni tarbiya maktabi. Rabboniy xoniqadir. Bu oy mahrumlikdan g'albiga, tushkunlikdan umidvorlikqa o'tishning, sabr-toqat o'chqida kuch-quvvat ishlab chiqarishning, itoat taslimiyatidan sadoqat hosil qilishning va ruhiyat g'azinasini ma'naviyat mulki bilan to'ldirishning oyidir. Bu oy Qur'on bilan izzatlangan, mag'firat va nijotlik bilan bishoratlangan, barakat va rahmat bilan sharaflangan oydir. Biz mana bu oyning sharifiga binoan Janobi Allohdan bu oyning barcha xislatlaridan hammamizni nasiyalantirishini, tang bahramon qilishini, bizni tarbiyalashini, saqaytishini, yengilishini so'raymiz. Shuning bilan bir vaqtda ona vatan judoligi bilan sinayotgan bizlarni isloh qilishni, jumladan bu oyning barcha xayrliklaridan, jimiy fazilatlardan mahrum qolgan bu oyda emas, yilning 365 kunining har daqiqasida e'tiqodi va hurlik uchun badal to'layotgan xalqimizni o'zining muhofazatida qilishini, bu mahrumlikni, bu xo'rlikni, bu zulmni ko'tarib etishini Janobi Allohdan tilaymiz. Analardan hur tug'ilgan vatan avlodlarini qul qilib kelayotgan vatanimizni mustamlikasi ostiga elib olib, azonimizni, bayrog'imizni, tilimiz va dinimizni bizdan tortib olgan, bizni biz bo'lishimizga yo'l qo'ymayotgan tag'ut ishg'olchilarga, insonlik qadr-qimmatiga jang ochgan, Alloh va Rasulining abadiy dushmani bo'lgan mustamlikchi qonxo'rlarga o'z la'natini va g'azabini patroq yog'dirishini tilaymiz. Allohning nusrati qachon degan pig'onliq nidolarini hol tili bilan falakka yangratayotgan ahu faryodlarning patroq javobga erishishini, qorong'u zindonlardagi mazlum qalblarning cho'nqur qetida saqlanib yotgan va arshiyalarni larziga solg'udek dardga to'lgan unsiz sadolarining tezroq ijobat bo'lishini, bu faryod pig'onlarning mustamlikchi zolim va ularning gumashdillarga alokat va la'nat o'qi bo'lib tezroq qaytishini tilaymiz. Shuning bilan bir vaqtda ilohiy nusratga arziydigan bir to'pning bu millat ichidan patroq shakllanib chiqishiga muyassar qilishni, istiqlol va istiqbol quyoshini Sharq Turkistonimiz ustida tezroq tajalli qildirishni hammaga qodir, hikmatlik va hamisha g'olib Parvardigorimizdan so'raymiz.
Allah bizni ma'naviy g'alaba orqali moddiy nusratga erishguchilardan qilib bersin. Bizni haqqoniy davosida rostchilardan bo'lishqa, haqning rizosini ko'zlaguchilardan, haq yo'lining yo'lovchilaridan va haqqoniyat yo'lining navkarlaridan bo'lishqa muvaffaq qilsin. Barcha Sharq Turkistonliklarning muborak Ramazon oyi qutlug' bo'lsin. Burhan Muhammad 2026-yili 2-oyning 19-kuni. Bugungi xabarlarimizning oxirisiga keldik. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan-ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.